Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Sizlarga internetda ko'rinmayman, men o'zimni o'g'aylarim, o'zimni tanishlarim biladi ovozimdan. Belgiyskani akamiz uylariga keldik. Belgiysk buqqa chiqaramiz. Agar ishqibozi bo'lsa olaman deykan. Mana Belgiysk buqqamiz sotiladi. Bitta o'zi hozircha. Bu yoqqa yecholmaymiz buni. Juda ham katta narsa bu. Men olib boqaman. 1,5 tonna, 2 tonnalik qilaman deykan akalar bo'lsa, zotga olaman deysa-da, ana bu yoqdan ustini ham ko'rsataman, ustlari ham. Zo'r narsa-da. Aka kiloga o'lchab berasizmi buni? Kiloga qanchadan o'lchab berasiz? Ayting. 70 dan o'lchab beraman. Ya, aka, bunday bozor yuzi bilan normal qilib bering. 58 dan limuzinlar o'lchab beryapti. 58 dan. Gapmi? 80 ming. Unday baland aytmang. Ha, aka, telefon raqamlarini qoldiramiz. O'zingiz aloqaga chiqib kelishasizlar. Yo desangizlar, kelaman men birga. Nomerni ayting. 91lik. 91lik. 821 821 85 45. qancha? 85 45. 85 45 aloqaga chiqasizlar. Ana shu men YouTube kanalimni nimasiga profilga men raqamman bu. O'sha o'zimga chizsangizlar, men o'zim ham aytaman keyin. Masalan, muammosi yo'q. Sog' bo'linglar. Yana keyingi nimaga zo'r nimalarimiz bo'lgan ham chiqaramiz.